Ağa yaşımsız. Rahmet. Arva haydap neçe so'm pul topasiz? 150-200 topaman. Ag'ay. Necha topasiz uni? Abi şu haydap. Neçe so'm olasiz bir yukka? Bir yukka 5000 so'm, 3000 so'm, 2000 so'm alaman yaşında. 2000 so'm bilan. 2000 so'm bilan. 2000 so'm degan gap yo'q hozir. Kami 5000 emasmi? Endi nesine qarab alaman. 10 ming so'm oladi deydilar siz. 10 ming so'm oladi. Yo'q. Qarang ey. Bekar yurgan bolalarga nima deb maslahat berasiz? Men bekar yurgan bolalarga kesin, g'ata haydashda aybi yo'q. Odamlarga bir harakat etsin. Halol mehnat. Halol mehnat bilan pul topishni o'zi nesi bo'lmaydi. Pul yo'q, ish yo'q. Pul yo'q deb nalinmanglar o'rtoqlar. Ish yo'q deb, ha? Ish yo'q deb. Mana ish. Mana ish. Halol mehnat. Hamma azonda soat 6da kelaman. Soat 1da ketaman. Yana pirda ishlayman. Pirga da boraman. Yaxshi. Bir bozorda o'zingda 300 ming so'm pul topasizmi? Xuddi shunday desam ham mubolag'a bo'lmayman. Mubolag'a bo'lmaydi, ha? Evet. Mana do'stlar, Evet. o aybi yo'q barvachiliqda, halol mehnat agar. Jimanyazni ko'ring. Jimanyaz? Zerpay aka jimanyazman. Nereden siz? Bo'stondan. Yangi bozordan. Hem Gelatkonman, hem to'yga atish nesiman. Yangi bozor Bo'ston Tabarruk ko'cha 3-joy. Xorazm viloyatidan. Mana do'stlar, hozir vaqt yangi bozor dehqon bozorida aylandamiz. Shu yerda bu Zerpayamiz arvachilik etadi. Bir kunda 300 ming so'm pul topadigan. Bekorlar bo'lsa, bemalol kelib shu yerda arvachilik etsangiz bo'ladi. Yani shu bir kuningizda shu obedgacha bo'ladi, obedgacha 300 ming so'm pul topadigan shu yerda yurib. 5 ming, 10 ming shu tushib boraveradi. Xuddi shunday. Tak to'shni desam ham mubolag'a bo'lmayapsizlar. Like bosinglar deng. Like bosinglar, albatta. Kommentariy yozing. Kommentariy yozinglar. Jimanyaz Zerpayga.